نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alloh taologa hamd va sano, payg'ambar alayhisalomga durud salovatlar aytganimizdan keyin oldimizda turgan yangi kitobga kirishamiz. Oldimizda turgan kitobning nomi Mi'atu hadisin lil hifzi, yodlash uchun 100 hadis. Ya'ni ushbu kitobda Buxoriy va Muslimda kelgan hadislardan yodlashga qulay, oson va ko'p ma'nolarni o'z ichiga olgan hadislar jamlangan. Ya'ni boshlang'ich talabalarimizga debocha o'laroq, hadis ilmiga kirish o'laroq va kundalik hayotlarida, amallarida tatbiq qiladigan va yodlashga ham oson bo'lgan hadislar. Inshaalloh Alloh taolo bu ishlarimizga baraka bersin va bundan keyin ko'p hadis ilmiga doir kitoblarni o'qishlikni va payg'ambar alayhisalomni hadislarini yodlab hayotimizga tatbiq qilishlikni nasib qilsin iloyim. Hadisni o'qib, tarjima qilib, qisqacha ma'nolarini gapirib va undan keyin hadisdan olinadigan ba'zi foydalarni aytib o'tib ketamiz. Inshaalloh har bitta hadisni keyin talabalarimizdan yoddan so'rab olamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Muttafaqun alayhi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: ikki kalima bor. Tilga yengil, mezonda og'ir, Rahmonga mahbub. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Muttafaqun alayhi. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim degani Alloh taoloni hamd aytishlik bilan poklayman, ulug' Allohni poklayman degani. Ya'ni Alloh taologa hamd sano va uni poklashni o'z ichiga olgan duo bu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu haqlarida qisqacha tanishib o'tsak, bu kishini ismlari Abdulloh yoki Abdurrahman ibn Saxr. Bundan boshqa yana ko'p versiyalarni ham aytishgan ulamolar. Ismida ixtilof qilingan, ismida eng ko'p ixtilof qilingan sahoba mana shu Abu Hurayra bo'ladi. Bu kishi Davs qabilasidan Abu Hurayra ad-Davsi. Hijriy 7-yili Xaybar jangidan oldin islomga kirgan. Qarang, payg'ambar alayhisolamning hayotlarining oxirgi davrlarida islomga kirib, shunga qaramasdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan insonlardan biri hisoblanadi. Balki eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi hisoblanadi. Ahli sufadan bu kishi, ya'ni kambag'al, uyi yo'q, moli yo'q, hech narsasi yo'q insonlar masjidning bir burchagida sufa qilib o'sha yerda sadaqa mollarni yeb kun kechirishgan. Shulardan biri mana shu Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida bu kishi Bahraynga amir bo'ladi bir muddat. Keyin Umar radhiyallohu anhu uni ishdan olib tashlaydilar. Keyin yana qaytib qo'yaman desalar, bu kishi unamaydi. Keyin Madinada vafot qiladi. Hijriy 57-yili 79 yoshlarida vafot etadilar. Muoviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu xalifalik zamonida vafot qiladi bu kishi. Xullas mana shu kishi aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar deb turib hadisni aytdilar. Shunday bir ikkita kalima borki, aytishga juda ham oson. Mana aytib ko'raylik. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Bir nafasda chiqib ketadigan oson, tilimizga yengil ikkita kalima bor. Saqilatani fil mizan, tilimizga oson bo'lishiga qaramasdan tarozida og'ir ekan. Ya'ni tarozi bu qiyomat kuni amallarimiz tortiladigan tarozi. Insonni
qiyomat kuni savobli amallari va gunoh amallari qiyomat kuni tortiladi. Kimni savob amallari og'ir kelsa, u najot topadi. Kimni gunoh amallari og'ir kelsa, u halok bo'ladi. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Alloh taolo Mu'minun surasida aytadiki, kimni tarozisi og'ir kelsa, ana o'shalar najot topibdi, yutganlardir ana o'shalar. Kimni tarozisi yengil kelib qolsa, ya'ni savob amallari yengil kelib qolsa, ana o'shalar nafslarini boy bergan, yutkazgan, jahannamda abadiy qoladiganlardir. Demak, qiyomat kuni mezon tarozida amallarimiz o'lchanadi. Habibatani ilar rahman. Mana shu ikkita tilimizga oson bo'lgan, tarozida og'ir bo'lgan kalima Allohga suyukli ekan. O'zi tilga oson. Ham tarozida og'ir kelib turgan, shuni o'zi ham yetardi. Lekin undan tashqari Alloh taolo ham yaxshi ko'rar ekan bu ikki kalimani. Demak, mana shu duoni ko'p aytaylik. Subhanallohi va bihamdih, subhanallohil azim. Muttafaqun alayhi degani bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Buxoriy va Muslim o'zini sahih kitoblarida keltirgan degani. Shuncha gapni aytmaydi-da ulamolar. Buxoriy va Muslim o'zini sahih kitobida rivoyat qilgan demasdan muttafaqun alayhi deb qo'yiladi. Ya'ni unga ittifoq qilingan degan tarjimasi. Ya'ni bu hadisni sahihligiga ulamolar ittifoq qilgan degani. Chunki eng sahih bo'lgan ikkita kitobda keldi. Sahih Buxoriy va Sahih Muslim.